Qizlar qaranglar, spikulalar, ya'ni needle shotlar hozir prям modadagi va hit продаждagi narsalar. Nima qiladi? Rubitslar, ajin, dog', yuzdagi mana подтягивать кожа, narsa gubkan sal ko'tarishga, mana bu yerdagi ajinlar haftada bir marta ishlatiladi. Uydagi mezoterapiya hisoblanadi. Ya'ni yuz qo'liga surgan vaqtda mana bunaqa qilib ursiz shunaqa sanchilgandek bo'ladi. Buni ikki xil varianti bor. Bu haftada bir marta hamma qo'shish kerak. Haftada bir marta обязательно xuddi kosmetologga borgandek uyda spalar, maskalar, mana shunaqa narsalar qilsangiz zo'r rezultat bo'ladi. Bu bittalik variant, faqat spikularlik serumi bor. Bunda nima bor? Qaranglar, o'zini prям tonerga o'xshagan narsasi bor, ampulasi bor, needle shunaqa spikularlik kremi bor deb. Prям haftada bir marta yuzingizni shunaqa gladki qilib qo'yadi. Hammada bo'lishi kerak bu narsa-da. Nima deydi? Har bir muammoga bir yechim deydi-ku, lekin bularni uходит bo'lmasa просто qo'shish kerak emas. Ya'ni hozir deb tushunadi. Bo'ldi, uходит bo'lmasa shuni olib qo'ysin zo'r va yo'q. Bular haftada bir marta ishlatilgan kuchli narsalar, обязательно bulardan keyin kuchli namlik, har kunlik уход kerak bo'ladi qizlar.